Hop, demak, 4dan 8gacha suhbat davom etadi. Qiz bilan yigit bo'ladi odatda. Masalan, qiz savol beradi, yigit javob beradi. Qiz yana nimadir deyish kerak bo'ladi yoki bo'lmasa aksincha ham bo'lishi mumkin. O'sha deyish kerak bo'lgan gapni chetdan topishimiz kerak bo'ladi. Hop, ketdik, listening. 한 번씩 읽겠습니다. 4번. 영수 씨, 발표회 잘 끝났어요? Demak, palpiyoni yaxshi tugatdingmi? 못 가서 미안해요. Borolmaganligim uchun uzr. 아니에요. 급한 일이 있었다면서요. Ani yoki panir isatmayosa, demak, qanaqadir zararli ishim bor deb eshitdim, deb yigit aytyapti. Endi qiz javoblari nima bo'lishi mumkin? Birinchi, demak, Palpio'ning onji shijaga qachon boshlanadi emas. Ikki, ko'k Karyoga hinnindiyo mokkasi. Demak, bormoqchi edim, borolmadim. Ikki bo'lishi mumkin. Tojoqi shigani antekota. Demak, umuman vaqtim bo'lmadi. Hop, keyin kapchagi musun iri sottaringa. Demak, qanaqadir ishing chiqib qoldimi deyapti. Demak, bormoqchi edim, borolmadim deb javob ikki bo'ladi. Keyingi savol. 5번. 엄마, 저 용돈이 부족한데 Ammo yongton bilasizlar, ota-onalar bolalarga beradigan pul. Pulimizcha kam qoluvdi-da, pujuqada kam qolish. 좀 더 주시면 안 될까요? Yanacha bermasa, pul bersangiz bo'ladimi? 아니, 지난주에 준 건 벌써 다 쓴 거야? Demak, chinancha o'tgan hafta berganim hammasini ishlatib bo'ldingmi? Deyapti. Suhbat tugadi. Endi o'g'li nima deb javob berish kerak? Apro, akasi, men cho'kisi. Demak, kelajakda asrab ishlatsang yaxshi. Hop, 용돈을 많이 주셔서 충분했어요. 되면 급불 berganingiz uchun yetarli. 아직 남기는 했는데 살게 있었어요. Demak, hali pulim turuvdi-da, lekin sotib olishga nimadir sotib olmoqchi edim. Salga 있었어요, deyapti. 필요하면 언제든지 달라고 말해요. Demak, kerak bo'lganda qachon bo'lsa, so'rasang bo'ladi, deyapti. Demak, javobimiz 3. Hop, keyingisi. 6번. 누나, 뭐 해? 심심한데 나가서 배드민턴 치자. Nuna mo'he nima qilyapsan? Zerikarli ko'chaga chiqib yurib badminton o'ynaymiz, deyapti. 좋아. 그런데 지난번처럼 졌다고 화내기 없기다. Demak, Chinonmonchorом o'tgan safarga o'xshab chotdagi yutqizsang xonaga yandayo. Demak, jahl chiqib qilmaysan, a? Deb suhbat tugadi. Demak, ketyapti. 이번에도 내가 이겼죠. Bu safar men yutdim, a? Yo'q, hop, nega onje kirotdagi kirayo. Men qachon shunaqa dedim degan. Ikki, uch, badminton chinning gon 재미가 없어요. demak, badminton o'ynash qiziqarli emas. Kesa hamanaman tashi an 즐거워요. Demak, bunaqa doim nima deydi? Jahl qilsang yana sen bilan o'ynamayman degan ma'no chiqyapti. Demak, bizda ikki javob to'g'ri javob hisoblanadi. Hop, 7. 번. 지영 씨, 다음 주 김민호 씨 집들이에 초대 받았지요? Demak, chiptiri cho'depodasi. Chiptiri degani kimdir yangi uyga ko'chgan, cho'de demak taklif podasi oldingmi deyapti. 맞다. Omadda to'g'ri oldim degan ma'noda ma'qullayapti. 민호 씨 집들이 하죠? Minoshining uy partisiya 깜빡 잊고 있었어요. kampak 입고 있었어. Demak, bu idioma hisoblanadi. Kampak itda degan ma'noda, haligi miyamdan esimdan chiqib qolibdi. Inglizchasiga slipped my mind deydi-yu, xuddi shunga o'xshash. Demak, esimdan chiqib qolibdi. Suhbat tugadi. Demak, yigit nima deb javob berish kerak shu yerda. Demak, nomi pappa kirib ketchi. Demak, juda band bo'lganligi uchun shundan bo'ldi shekilli, bo'ldi degan ma'no chiqadi. Bir demak ehtimol yuqori. 준비하느라고 많이 바쁘겠어요. demak, tayyorgarlik uchun juda band bo'lib ketdi. Bo'lmaydi. Demak, 이렇게 초대해 주셔서 감사합니다. Demak, taklif qilganingiz uchun rahmat. Chiptiri 언제든지 mo'rigu 안 갔어요. Demak, qachonligini bilmasdan bormadi. Demak, 7ga bir javob bo'lyapti. Demak, 8. 8번. 이 선생님, 바둑대회 신청은 많이 들어왔습니까? Padok TV. Demak, qanaqadir musobaqa. TV degani musobaqa. Padok degan musobaqaga ko'p odamlar shinchon qildimi? 아니요, 원장님. Aniyo. 학생들한테 신청서를 나눠줬지만 Demak, studentlarga shinchon sonini men nanuatchiman, demak, beruvdim-da. 아직까지는 많지 않은데요. Haligacha ko'p nima qilmadi? Shinchon qilmadi, ya'ni apply deydi inglizchasiga. Registratsiya qilmadi.
suhbat to'xta demak kirom onjechim shinchonsaga vonsong takayo demak qachon tugatamiz deyapti. Xo'p, ehtimoli bor kireyo tevaga chal kinnaso tangiga demak musobaqa tugaganligi sababli yaxshi bo'ldi. Kireyo haksingdire shinchong'il mane hekka dunyo demak haksing juda ko'p shinchon qildi deyapti. Undan keyin kirom kigani chum Namastnikka Kidarepukayo. Mana shu demak to'rtinchi javob darasi tushyapti. Nima aytyaptiki, devon nima edi, direktor aytyaptiki, unaqa bo'lsa hali vaqtimiz borligi uchun bizcha kutib turaylik deb tushunyapti. Demak, bu 4dan 8gacha bo'lgan savolda eng bilish kerak bo'lgan narsa va suhbat tushunish kerak bo'ladi avvalo, chunki tezlik unaqa yuqori emas. Eshitib tinglab tushunishga grammatikalari ham so'zlari unchalik qiyin emas. Mana o'zlaring ko'rib turganlaringda bilish kerak bo'lgan narsa diqqat jamlash kerak. Agar bitta hamtasida qolib ketdingizmi, sразу keyingisiga o'tib keting imtihonda ham. To'rda qolib ketdim o'ylanib yotmang, chunki to'rda o'ylansangiz 5 ham 6 ham undan keyingisiga o'tib ketib qolish mumkin bo'ladi. Tushunarli?